Men bilan Dakansa ketadigan bo'lsang, liboying yutkazasan, aytib qo'yay. Kerak bo'lsa keltirib berish kerak bo'lsa keltirib beramiz. Bugun Samandar Tank va Gold o'rtasidagi vaziyat yanada keskinlashdi. Farruh akam bilan Gold intervyu qilgan, videosini qo'ydim, meni gapirgan. Biroq bunga javoban Farruh aka vaziyatni chiroyli va vazmin tarzda munosabat bildirdi. Men maymun hozir rostini aytsam janjal holati, chunki bundan atrofidagi bitta ikkita cho'tlar foydalanyapti. O'sha cho'tlarni hali sekin chaqiramiz. Bir paytlar zadni berib qochgan odamlar. Samandar o'zini Gold va Farruh akaning intervyusida tilga olinganini da'vo qilmoqda. Birovni onasini so'ktirib qo'yadigan bola bilan o'tirib bitta dasturxondan non tuz yemaydi. Tushundilaringmi? Shu bilan bir qatorda Farruh aka Samandar bilan telefon orqali muloqot o'tkazdi. Farruh akam bilan hozir svязga chiqdilar, gaplashdik. Hammasi yaxshi. Bu yerda hozir tushunmovchilik bo'ldi, uka. Sen haqingga video bo'lmagan dedilar. Men ham tushunmasdan video qo'yganman. Bu yerda tushunmovchilik bo'lgan ekan. Bugun Samandarni ayblaydigan insonlar va unga vizib tashlaydiganlar juda ham ko'p. Undan keyin menga vizib tashab yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarim, sportsmenlar. Men unaqa narsaga vaqtim ham yo'q. Men mediyni bayis emasman, ili PRchi emasman. Men dasturni chiqib urishib, xudo xolasa shu yil 2026 oxirida kamarni olib kelaman. Qadrli do'stlar, videoni ko'ring va albatta o'z izohingizni kommentariyaga yozib qoldirishni aslo unutmang. Qaytgancha kanalimiz rivoji uchun obuna bo'lishni unutmang. Barchangizga kattakon rahmat. Farruh akam bilan Gold intervyu qilgan, videosini qo'ydim, meni gapirgan. Men nima demoqchiman? Qaysidir liboy farqi yo'q menga. Bu чисто sportning interest, sport bu, dil interest. Men bilan qaysi biring urishging kelsa, liboy время tayyorman. Ana nima deydi? Dostoyniy, порядочный mujikman deysan, men gapirmadim shu paytgacha. Birontanga boru internetga chiqib olib, internet polvon bo'lib ketyapsan hammang. Urishging kelsa-ki, liboy время. Xohlasang, liboy joyda. Farqi yo'q. Men gapirgim kelmayapti, lekin majbur qilyapsanlar-da gapirishga. Dostoyniy, порядочный mujikman, yana bir bolaman deb. Ey, sanlarga emas bunaqa gapirish. Dostoyniy, порядочный mujikman, yana bir marta aytaman. Birovni onasini so'ktirib qo'yadigan bola bilan o'tirib bitta dasturxondan non tuz yemaydi. Tushundilaringmi? Dostoyniy, порядочный mujik ana shunaqa ish qilmaydi. Birovni onasidan so'kkan bola bilan bitta dasturxonda o'tirib non tuz yemaydi. Kerakmi sanlarga shunaqa gap? Men bilan Dakansa ketadigan bo'lsang, liboying yutkazasan, aytib qo'yay. Kerak bo'lsa keltirib berish kerak bo'lsa keltirib beramiz. Nima endi sanlardan dostoyniy, порядочный mujikman desa qo'rqish kerakmi? Nima qilish kerak? Ke sportsmenmisan, liboy время, ligadan kontraktga liboy joyda urishaman. Aka-ukalar yaxshimisizlar? Sog'-salomat charchamayapsizlarmi? Bu videom bugun sport Farruh akam haqida, ya'ni kecha Gold bilan intervyu qilgan payt Samandar degan joyi bor edi. O'shanga men video qildim bugun. Farruh akam bilan hozir svязga chiqdilar, gaplashdik. Hammasi yaxshi. Bu yerda hozir tushunmovchilik bo'ldi, uka. Sen haqingga video bo'lmagan dedilar. Men ham tushunmasdan video qo'yganman. Bu yerda tushunmovchilik bo'lgan ekan. Ana shu chamasi zo'r, chotki. Videolarga e'tibor bermaysizlar, hammasi yaxshi. Undan keyin menga vizib tashab yurgan o'zbekistonlik vatandoshlarim, sportsmenlar. Men unaqa narsaga vaqtim ham yo'q. Men mediyni bayis emasman, ili PRchi emasman. Men dasturni chiqib urishib, xudo xolasa shu yil 2026 oxirida kamarni olib kelaman. Meni eli vaqtim ham yo'q, sabrim ham yo'q unaqa PR qilib, media qilib yurishga. Ana shuning uchun menga tashashdan endi ozgina to'xtashingga kerak emas unaqa narsa. Men maymun hozir rostini aytsam janjal holati, chunki bundan atrofidagi bitta ikkita cho'tlar foydalanyapti. O'sha cho'tlarni hali sekin chaqiramiz. Bir paytlar zadni berib qochgan odamlar. Xudo xolasa hammasiga ответ bo'ladi. Просто qonun bor. Nima deydi? Bizlarni hammamizni butun O'zbekiston kuzatib turibdi. Bizlarni yoniga atrofdagilarni mana ham endi o'ziga o'xshagan auditoriyasi bor. Muxlislar ham o'ziga o'xshaydi, eng qiziq. Aytmoqchi bo'lganim, o'zinglarni bosinglar. Menga o'xshab o'zi qilmoqchi bo'ladi. 26-yil biza sanlarga umuman qaramaymiz ham, e'tibor ham qilmaymiz. Mamlakat yo'llardan e'tibor chaqirmaslikka harakat qilinglar. Foydasi yo'q. Lekin biz boshqacha ответ qilamiz. Sizlarga yoqmay qoladi. Hammalarga omad. Xudo xolasa hammasiga ответ bo'ladi. Просто qonun bor. Nima deydi? Bizlarni hammamizni butun O'zbekiston kuzatib turibdi. Bizlarni yoniga atrofdagilarni mana ham endi o'ziga o'xshagan auditoriyasi bor. Muxlislar ham o'ziga o'xshaydi, eng qiziq. Aytmoqchi bo'lganim, o'zinglarni bosinglar. Menga o'xshab o'zi qilmoqchi bo'ladi. 26-yil biza sanlarga umuman
qaramaymiz ham, e'tibor ham qilmaymiz. Mana bunaqa yo'llardan e'tibor chaqirmaslikka harakat qilinglar. Foydasi yo'q. Lekin biz boshqacha atvet qilamiz. Sizlarga yoqmay qoladi. Hammalarga omad. Xullas, yana bitta gap aka-ukalar. Men ustozimni juda ham hurmat qilaman, Rashid akam, Akalbayevni. Men o'sishni xohlayman-da, dalshi UFCgacha ketishni xohlayman. Xudo xolasa, chempion bo'lib UFClarda men dalshi bo'lishga ketishni xohlayman. Shuning uchun ustozimning gapini men ikki qilmayman. Ustozimning gapi men uchun qonunda. Lekin hech kimga povod berib, duxumni beradigan bo'lamasman. Zadni bermayman hech qachon. Gapirmoqchiman, gapim ko'p, prosta gapira olmayman-da. Ustozimni hurmat qilaman. Ustozimning gapi men uchun qonun. Sog' bo'linglar.